Zumrad, bilasanmi, gapirish bu dunyodagi eng zo'r narsa ekan. Ilgari dumimni likillatib, "Vav, desam, hamma "Voy, qorning ochdimi?" deb so'rardi. Hech kim mendan sening dunyoqarashing qanday, balki sen bugun suyak emas, palov yeyishni xohlarsan deb so'ramasdi. Demak, sening ichingda shuncha gap to'planib qolgan ekanda? To'planib emas, qisilib qolgan edi Zumrad. Zumradchim, havo o'zgardi. Bu shunchaki tuman emas, bu ruh yeyuvchi tuman. Kimdir bizni kuzatyapti. Muhr negadir qattiq og'riq berishni boshladi, olapa. Yaxshi muhrni berkat Zumrad. Volandi mort onding ostiga yo'l topgan ko'rinadi. Kampir kelib qolgani sabab men maqsadimga yeta olmadim. Endi bu qiz dashtdagi chiltonlar oldiga yo'l oldi. Menga va qizimga va'da bergan go'zallik va boylik nima bo'ladi endi? Axir sen buyurgan barcha topshiriqni bajardim-ku. Tinchlan Zulmira. Seni keragidan ortiq mukofotlayman, ishonaver. Faqat Zumrad zindonga qaytishi shart. Qanday qilib men uni qaytaraman? Hatto qayerdaligini ham bilmayman-ku. Men bergan sandiqchadan foydalanishing kerak. Unda ishingni osonlashtiruvchi barcha kerakli kukunlar bor.